3. bob. Bayram tantanisi. Bugun 8 oyning 30 kuni. Davlat to'yining harpisi. Sutuq Bug'raxon bugun atiganrak qopdi. Yuz ko'zlarini yuvgandan keyin odati bo'yicha onasining oldiga kirdi. Chiroyli qiyirgan oqbosh Tarkin begim ko'rpa ustida ikki yostiqqa yo'linib yonboshlab yotadi. O'g'li kirgandan keyin ona o'rnidan ozroq qimirlab qo'ydi. Ahvolingiz qandaqroq, ana? So'radi Bug'raxon onasining yonida o'ltirib. Xudoga shukr, yomon emas. Ikki putimning mavduri yo'q. Uyqum qechib qoldi. Kerak yo'q. Mendan andish qilmang. Ishingizga puxta bo'ling. Ona o'g'lining chiroyiga diqqat bilan sapsilib, biror narsa o'ylagandek qaradi. Yeshi cho'ng bo'lib qoldi, deb o'yladi o'g'liga qaragancha. To'g'ri. Bu amdi ot chepib yurgan ko'dak emas. Taxtga 20 yoshga kirmay turib o'ltirgan edi. Mana amdi to'g'ri 40 yoshga kirdi. Yuki oz emas-da. Yaqindan beri bir oz tergak bo'lib qoldi. Bu yaxshi emas. Bugun to'yimizning harpisi, ana. Sizga qutlug' bo'lsin. Billa bo'lsin, balam. Men ehtimolim kelar yilqi to'yni sizlar bilan birga o'tkazolmasman. Qayerdim, turmush shundoq narsa. Birini o'zitib, biriga quchoq ochidi. U ko'ngli yerim bo'lib yoshlarini surtdi. Malol bo'lmang, ana. Biz texi siz bilan jiq to'ylarni o'tkazamiz. Ilohim, shundoq bo'lg'ay. O'z ishingizga puxta bo'ling, balam. Idrokingizga hamma qoyil. Amdi o'zingizni to'xtatib, jiqroq o'ylab ish qiladigan vaqtingiz keldi. 7 o'lchab bir kez deydi-ku kishilar. Qurultoy obdan ichildi. El dodiga, do'stlar so'ziga jiqroq quloq solmoq kerak. Rahmat, ana. Ko'nglimni ching tutaman. Ras. Abu Nasr Samanining murdisini qayerga qo'ymoqchi? Shu ishni siz bilan maslahatlashay degan edim. Atush qumbaqqa qo'yinglar. Bizmi oxir shu yerga boramiz. U berib tursin. Abu Nasr o'qdan odam. Islom dinini bizga elib kelgan ulug' odam. Uning joyi jannat bo'lg'ay. Azisini yaxshi o'tkazish kerak. Andin uning bolalariga qarash kerak. Onalari o'lib ketgan-ku deyman. Sizning fikringizchi bo'lsin. Men mo shunday o'ylagan edim. Abu Nasr bizga islom dinini va musulmonchilik farzlarini o'rgatgan peshvoyimiz. Otish qumboq qo'yilgan yaxshi. Shunday qilinglar. Otish qumboq obdan joy. Shehidlar makoni shu yerda bo'lsin. Qumboqning shu kentiga Mashhad deb nom beringlar. Xo'p, ana. Bak yaxshi. Yurtimizning nomi Mashhad bo'lsin.
Şiitler makanı bolsun. Güllayli kirib xon onaga va xonga tozim qildi. Güllayli, çayını meşegi elip kirsin. Sutuq bilan birli işçiman. Aydın hem balalarımı kirsin. Güllayli tozim qilib chiqib ketdi. Quyosh ko'tarilib, choshka bo'lib qoldi. Yozning optipi atigandila o'rda orqasidagi g'o'ylini qizdirishga boshladi. Gullar echilib, o'sniga to'lgan. Baraxsan daraxtlar yaproqlari yenik shamolda sho'x chavaq chilishmoqda. Tabiat go'zal. Hamma xush. Sutuqburaqalla nagola. U peshayvondagi yumshoq o'rindiqda g'amgin o'ltirib, o'yli saynosida qilich o'yini qilayotgan o'g'illari Boytosh bilan To'ng'onning chaqqon harakatlarini ko'zatmoqda. 15 yoshlik To'ng'on kichikligiga qaramay, yeshi 17 ga to'lgan akisi Boytoshqa tang kelmoqda. 7 yoshlik xon qiz Alonur xinim ularning cho'risida pirqirab, akalariga madad bermoqda. Sutuq o'g'il bolalariga qarab mastga kelib kulib qo'ydi. Lekin onasi bilan bo'lgan suhbat uningga ta'sir qildi bo'lg'ay, ko'ngli xiyolda. 7 o'lchab bir kas. Bizmi borimiz? U yana nomi Mashhad bo'lsin. To'g'ri. Hammamiz oxir borimiz. Unidan qechib qutulg'ili bo'lmaydi. Tan berish kerak. Ammo dunyodan qandoq ketish muhim? Yaxshi ketishmi yoki yomon ketishmi? Men yaxshi ketalaymanmi? Hozircha ish yomon emas. Bundan keyinchi elni paravan qilish va qo'g'dash. Bak oliy vazifa, ammo bak qiyin ish. Oydonning ishni ichib uydan chiqqan tovushi Sutuqning xiyolini buzdi. Qarang balalarni, kishining so'qi keladi. Dedi Oydon Sutuqning yenidagi o'rindiqqa o'ltirib. Keyin o'ziga tikilib qarab turgan eriga hayron bo'lib so'radi. Voy, nima bo'ldi sizga? Ajab o'ychan ko'rinasiz-ku. Anam menga cho'ng ogohlantirish berdi. O'tgan yo'limizni o'ylash, bundan keyingi ishlarni yaxshi qilish kerak. Ish mushkul, yo'l tayg'oq. Bu obdan o'ylash bo'pti. Bu dorqi qurultay obdan o'tdi-ku. El birligi bo'lsa, boshqa ishlarni qilmoq oson bo'ladi. Xotirjam bo'ling, birga chilishimiz, elni birga rozi qilamiz. Xon qiz Alonur xinimning varqirgan ovozi Oydonning so'zini uzib qo'ydi. Dada, ana, qaranglar, Boytosh akam To'ng'on akamni ufti qaranglar. Rostilla shundoq bo'pti. Boytosh bir puti bilan tizlanib, qilishni to'g'ri tutib turgan To'ng'onni qilich bilan qistab yiqitqila turibdi. Bo'ldi uka, dadamlar ko'rib qolmasin. Deydi To'ng'on aksiga yelinib. Sutuq bilan Oydon maz bo'lib kulishdi. Ikki qizning yo'lishi bilan uydan chiqqan xon ona ularga zo'qlanib qarab turdi. Sutuq bilan Oydon qo'pib, xon onaga hurmat bildirishdi. Balli, yaraysan. Dedi xon ona kulib. Bo'ldi, endi Boytosh. Ufqang sendan kichik bo'lgandekin, ufqangga yo'l qo'y. Boytosh To'ng'onni qo'yib berib, qilichini dolisiga qo'yib, yo'g'on dasab orqasiga mangdi. Gullayli xon onaga o'rindiq qo'ydi. Ular qator o'ltirib,
xon o'g'illarining botirligiga kulishdi. To'ngan qo'pib, kiyimlarini qaqdi. Yengilib qolganligi uningga bak hor keldi bo'lg'ay, yuzi qizardi. U o'ch ilish ko'ydi bo'ldi. Momasining va ota-onasining kulishlari uni teg'imi izo qildi. U yugurib kelib, boytosh burilib o'zini rostlig'icha qilich bilan uning qilichini urib yerga tushirdi. Ondan boytoshni choputlab yiqitib, maydisiga dassab qilichini egiz ko'tardi. Hesap emas! deb varqiraytdi boytosh yotqini jitipirlab. Hesap emas, orqadan kelding. dedi xon qiz Olanur xinim va kichik okisining peshidan kuchining berichi tortdi. Ona, Sutuq, oydinlar huzur qilib kulishdi. Kash bo'ldi. Pamir orqasiga egilgan quyosh olu bulutlarni qizartib, qizg'uch sho'lasini chashmoqda va asta tog' kayniga mo'kmaydi. Ostonining o'rdi oldi mariki tusini olgan. Maydon supurilib, suv sepilgan. Maydon chetidagi ishik oldilarida atigandila heyitliq kiyimlarini kiyib olgan bolalar o'ynashib yurdi. Kishilar u yoq bu yoqqa oldirash o'tmaydi. O'rdi qovuqi oldida va ustidagi peshtoqda qilich va nayzilik chiriklar taq turishidi. Qovuq oldida va ichida bir necha amaldorlar mehmonlarni kutmaydi. Otliq, piyoda, so'latli kiyingan ayol kishilar ikki yoqdagi ko'chadan maydonga kirib, o'rdi tarafga qarab yurmaydi. Amaldorlar qovuq oldida mehmonlarni qarshi elib, qovuq bilan ishkirga kirishga taklif qilmoqda. Qovuq ichidagi amaldorlar bo'lsa, ularni hurmat bilan o'ng yoqdagi uzun ayvonga boshlab mangmoqda. Tantanilik bezalgan mehmon saroyga ayol mehmonlar orqa-orqadan kirishmaydi. Cho'ng ishikning ikki qosniqida qoruqchi kiyimidagi chiroyli ikki bola mehmonlarga ishik ichib bermoqda. Ishikning ichida o'rdi og'isi Borisbek bilan o'rdi qoruq boshi qilich mehmonlarni tozim bilan qarshi elib, yuqur o'tishga taklif qilmoqda. To'rda Botir tog'a, Belga Tekin va ilik hojiblar mehmonlarni qarshi olmoqda. Cho'ng dugulak saroy mehmonlar bilan to'lishqa boshladi. Ba'zilar bir-biri bilan xushal so'zlashmoqda. Ko'plari saroyning tomlaridagi har xil, har rangdagi bir-biridan go'zal uz naqish va suratlarni havas bilan tomosha qilmoqda. Saroyning gumbazlik dugulak to'g'risi hammadan go'zal. Ham mazmuni, ham rangi yoqtin bir-biriga o'xshamaydigan yuzlarcha gullik chosi suratlar kishini o'ziga tortadi. Gul kosalarining kindigiligi, yong'oqchilik, do'muloq aynaklarda shamlarning yo'riqlari parqiraydi. To'g'risiga qaraganda bir bosh, bir necha bo'lib do'muloq aynaklar ichida tap-mutang ochiq ko'rinadi. Bu ajoyib san'atdan kishilar fayz ilib kulishmoqda. To'rdagi cho'ng ishik hayvatlik echildi. Borisbek ishik yiniga berib tantanilik jaka qildi. Ulug' xoqonimiz Bug'roxon hurmatli xonish bilan saroyga kelmoqda. Saroydagi ovozlar shippidi to'xtadi. Kishilar ishik yoqqa qarashdi. Qora soqolliq, xoqon kiyimi kiygan, beshida toj, yeniga sadab sopli xanjar osqan Sutuq Bug'roxon tojiliq do'ppi kiygan,
o'ziga xos bezaklar bilan bezalgan xonish oydin bilan eshikni ko'rindi. Ular saroyga kirmoqda. Sutuq Bug'roxonning kulimsirgan qovul qomati, xonish oydinning ko'zlari o'ynab turgan mag'rur siyoqi ta'sir qildi bo'lg'ay, kishilar orasida pichirlashgan ovozlar chiqdi. Bo'libmi, ayollar bir-birini no'qib, quloqlariga bir nimalarni deyishdi. Ba'zi ayollar xon bilan xonishni ko'rganda bir qo'li bilan yuzini tutib, ko'zlarini yo'g'on ichib, ovozini ichiga tortqinicha qarab qoldi. Butun saroy xon va xonishga ta'zim qildi. Ular ko'pchilikka hurmat bildirdi. Xon bilan xonish o'ng'i burilib, avval bo'ka suboshi bilan, mochin elchisi o'lchim bilan, ondan tizilib turishgan ilik xollar va o'lchi baglar bilan ko'rishdi va o'zaro to'yni qutlashdi. Keyin arboblar bilan va boshqa amaldorlar bilan amallashdi va ular bilan qutlashdi. Ondan Boris beg ularni so'l yoqda qator turishgan chet el elchilari yinig'i boshlab keldi. Biz Tonush, so'ng davlatining vakili, dedi xon qator beshida turgan xanzuchi amaldorlar kiyimidagi kishi bilan amallashib. Ulug' so'ng davlatining xoni, Qaraxoniylar xandonligining davlat to'yini qutlaydi, dedi so'ng davlatining sodi vakili qo'sh mushtini peshonasiga ko'tirib, beshini ozroq egib. Hashqallah, dedi xon uningga kulimsirab. Vakilning yanida turgan yana bir vakil xanzuchi ta'zim qildi. Xanzuchi chiroyliq yasangan 2 nafar ayol xon bilan xonishqa 2 qo'lini beqiniga qo'yib, ozroq egilib xanzuchi salom qildi. Xonish oydin bu ayollarning go'zal kiyinishiga, ularning unchi mo'jjallar esilgan, bezaklik chochlariga qeti qilib sap soldi. Sutuq Bug'roxon bilan xonish oydin shu yo'sinda Tianju, Tufan, Jo'bogi, Jisni elchilari bilan ko'rishdi. Ularning qutlashlariga javoban rahmat bildirdi. Qatorning oxirida qadim o'ttir sharq formasida kiyingan, beshiga yeshil salla o'rig'an Samoniylar xandonliqqa elchisi turatdi. Navbat uningga kelib, yo'sin bo'yicha u: Malik va malika oliylarini qutlayman, dedi qo'lini maydisiga qo'yib, lekin egilmadi. Sutuq Bug'roxon bu elchini ko'rishni xohlamaydi. Akavurliqi xonni xop qildi. Yana kelib, u davlatni, to'yni og'ziga olmadi. Bizni rost qutlashni xohlamaydiganlarga bizning elimizning donqini tangmaymiz, dedi Sutuq o'zini tutib. Janobi elchi, xoningiz Ibn Mansurga shuni aytib qo'yingki, biz qo'shni Allah bilan tinch o'tishni xohlaymiz. Biz adashqa adash, yog'iga yog'i. Sizlar tarafdan bizni bozak etish bo'lsa-mo, biz so'zlashib, o'zaro talash tortish ishlarini tugatishni xohlaymiz. Agar xoningiz unisa, biz elchi avataylik. Bug'roxonning so'zlarini bizning ulug' sultonimizga yetkizaman, dedi Samoniylar xonligining elchisi o'ng'aysizlangandek bo'lib. Qani mehmonlar, bu yoqqa marhamat qilaydi, dedi Boris bey yo'g'on ovoz bilan ishki qo'llab va o'ng yoqdagi ochiq eshikni ko'rsatdi. Sutuq Bug'roxon xonish bilan billa mehmonlarni boshlab, egiz, kang dalondan o'tib, Bog'saroy deb atalgan go'zal saroyga kirdi. Ular do'gilak shira cho'risidagi o'rindiqlarga o'ltirishdi. Bu saroyda o'ltirganda kishi o'zini xuddi bir go'zal bog'da o'ltirgandek his qiladi. Tomdiki har xil
har rangdagi bir-biridan go'zal naqshli gullar kulib turgandek ko'rinadi. Naqshlar oralaridagi ko'zgu aynakdan odamlarning aksi ko'rinib turadi. Yerdan to'risqicha ko'tarilgan ochiq panjaralar va egiz gullik ochiq eshiklardan yozning kashki solqini kirib turadi. Shira ustiga har xil dongliq sharoblar qo'yilgan. O'rda xodimlariga xos kiyingan qiz-yigitlar oshu eshiklardan kirib chiqib qatnab, esil taomlarni to'shiydi. Avval turli kavoblar keltirildi. İlik qo'zisining kavobi, qo'toz mo'ziyining kavobi, ondan keyin qo'y qo'zisining kavobi keltirildi. Zig kavob va chovi kavoblar birining orqasidan biri shiralarga tizildi. Kavob puroqlari saroyni tugal qopladi. Mehmonlar zo'qlanib kavobga tutish qildi. Sharoblar ichildi. Mehmonlar kavoblar va sharoblarni yeb ichgach donglab so'zlashdi. Keyin manta, polo, cho'chora va har xil boshqa tamoqlar uzilmay kelib turdi. Ziyofatdan keyin mehmonlar yana heliqi cho'ng do'gilak saroyga qaytib chiqishdi. Tom to'yga oylandirib ko'rpilar silingan. Ko'rpi oldiga gilam ustiga paz uzunchoq shira qo'yilgan. Shiraning usti har xil mevalar bilan liq to'ldirilgan. Sutuq bug'raqon oydin bilan mehmonlarni taklif qilib o'ltirishdi. To'yiqsizda saroyni yangratgan soz ovozi ko'tarildi. Sozchilar o'ng yoqdagi baliqxonada, o'ng yoqda nog'ra, dob, so'noychilar. So'l yoqda har xil zay va simtorliq chalg'uliq sozchilar bir-biriga tankash qilib soz chalatdi. Soz jarangliq va tantanlik ohangga bir paz chilingandan keyin larzon sanam padisiga yo'tkaldi. Saroyning ikki yoqidagi eshikdan go'zal bezalgan 10-20 qiz-yigitlar sozga kelishtirib, ko'kraklarini kerib, o'ng qo'lini beshiga egib, so'l qo'lini egiz ko'tirib, mardoni mengib saroyning o'tirsig'iga kelishdi. Qiz-yigitlar birma-bir bo'lib orlashdi. Keyin to'rt tarafga egilib ta'zim qilishdi. Ondan keyin ular halqa bo'lib usulga tushdi. Bir pasdan keyin sozga agishib, usul chopson yangi padiga o'zgardi. Oxirida soz usul avji oldi. Qiz-yigitlar bir-biri bilan baslashib, ajoyib yuqori mahorat bilan chabdas o'ynashdi va ta'zim bilan saroydan chiqishdi. Usul ko'pchilikni qoyil qildi. Endi bir jup qiz-yigitning yengil, sho'x sozga o'ynagan aytish o'yini boshlandi. Xush ovoz, chaqchaqliq o'yin mehmonlarni toza kuldirdi. Undan keyin dobchi qizlar o'yini ko'rsatildi. Oxirida yolg'iz qizning legan ichidagi usuli ko'rsatildi. Bir qiz, bir yigit kelishtirib menib saroyga kirib keldi. Qiz shuncha go'zal bezalginiga qaramay yalon oyoq edi. Yigit girvaklik bir seriq tushliganni dob qilib chalatdi. Qiz yigitni cho'ridab, leganning orqasiga bir qo'li bilan urib qo'yib, ozroq o'ynadi. Keyin yigit leganni girvaki bilan yerga pirqiratdi. Legan pildirlug'ishdek pildirildi. Qiz qo'llarini egiz ko'tirib, uni oylinib cho'gildi. Keyin legan lapanglab berib to'xtadi. Qiz sakrab berib, leganning ichiga kirdi. Yigit
ichkirdan tashlab bergan dopni tutib ilib chelishga boshladi. Qiz dopga agishib legan usulini boshladi. Dop avval yavaş chelindi. Qiz leganga topini bilan tepib, qo'llarini beliga tirab, dola maydasini silkitib o'ynadi. Uning bilaklaridagi jildirlama bilayzukning ovozi dop ovoziga zil ovoz qo'shdi. Keyin qiz orqasiga egilib, qo'llarini leganga, putlarining yiniga qo'ydi va putlarini asta qo'llarining ichiga oldi. Beshini putlarning orasiga kirgizdi. Ondan putlarini aylantirib leganga qo'ydi. Tenini tuzlab, palligini leganga qo'ydi. Keyin putlarini bir-birining ustiga qo'yib o'ltirdi. Qiz o'ltirgan bo'yi, bel, bo'yin, qo'llarini o'ynatib, ozroq o'ynagandan keyin asta-asta tik turib o'ynashga boshladi. Endi u chaqqan oyoq o'yini ko'rsatdi. Uning putlari shundoq chaqqan harakat qiladiki, ko'rib farq etishga ulgurgili bo'lmaydi. Oxirida u qo'llarini ko'tarib, uzoq va chopsan pirqirdi. Kishilar qoyil bo'ldi. Maqtosh ovozlari anglandi. Bugun 9-oyning 1-kuni. Qora xoniylar xondonliqqa qurilganligining bayram kuni. Quyosh to'yni ma'raklab, kishilarni erkilatib, atigandala ostonini illiq nuri bilan purkidi. Qashqar shahri har kundikidan atiganrak uyg'ondi. Kun terak bo'yi o'rilmayla, ko'chalar odamlar bilan to'lishga boshladi. Har xil, har rangdagi chiroyliq, to'yliq kiyimlarini kiygan qiz-yigitlar bir-biriga chaqchaq qilishadi. Qoqoqlab kulishadi. Yuqori yoshdagilar o'zaro to'y bilan ma'raklab, bir-biriga ta'zim qilishadi. Ozni masjidining egiz pashtiqida yangragan nog'ri sunoylari ovozi kishilarning payzini texmi ko'tiribdi. Shahar saynolarida va kang ko'chalarda, chimanzorliqlarda nog'rig'i tankash qilib, ayollar usulga tushib ketdi. Qashqar bezaldi. Qashqar kuldi. Qashqar qaynidi. Tuman tuv chechaklar yozildi ko'la. Ifor to'ldi kofir, ojun hid bila deganning o'zi bo'ldi. Odamlar to'p-to'pi bilan shaharning janubiga, tuman va qizil daryolari qo'shilgan joydagi yop-yeshil maydonga eqishga boshladi. Ikki daryo suyi bir-birini ma'raklab, quchoqlashib, o'ynashib oqmoqda. Tuman daryosining u yiqida, yorning ustida egiz-paz, ko'milach loy tomliq bog'lar. Tomlar ustidan shoptol, to'g'och, olmalar ko'rinib turdi. O'ng solda, yezilar oraliqidagi yo'lda otliq, eshaklik, piyoda odamlar chang ko'tirib kelmoqda. Ular daryo kechkidan o'tib, maydondagi odamlar orasiga singib kirmoqda. Ikki daryo qo'ltiqidagi uzunsig'i so'zilgan o'tliq, yeshil maydon tixma-tixma odamlar bilan to'lgan. Gurildigan kuchlik ovoz ichidan varg'irgan ba'zi tom, ba'zi zil ovozlar anglanib turdi. Baqqallar, somspazlar, montpazlar narsalarni maqtab, konaylari yertilg'udak varqirashmoqda. U yer, bu yerda to'p-to'p bo'lib olgan kishilar kulishib tomosha ko'rmoqda. Bir so'rinda teki o'ynatmoqda. Soqol munguzdik kichikrak oq teka yog'ochdan yasalgan taxt-parining pashtoqlaridan
bir-birlab chiqmoqda. Bir nimalarni deb, uni maqtayotgan tekichi qo'lidagi tayoqni pashtoqqa urib, "Qani, alog'iylarga bir salom berasizlar" degan edi. Teka oldi oyoqlarini yuqori pashtoqqa qo'ygan peti oldiga o'ng va so'lga bosh egdi. Odamlar kulishdi. Teka avoylab chiqib, 4 puti bilan pashtoqning olqonda kichik yuziga chiqdi. Uning putlari bir yerga yig'ilib, titrab turadi. Tayoqliq tekichi buyruq berib edi, u yana tekichining o'ng dolisiga chiqdi. Va tayoqning yog'ochga urilgan ovoziga agishib, bir yerga yig'ilgan putlarni joyida dastlab bir cho'gilab chiqdi. Ondan yana kishilarga salom qildi. Uningdan keyin u chiqqan yo'li bilan tövanga tushishga boshladi. Qayerdido bir yerda nag'ri sunoy ovozi ko'tarildi. Kishilar shahar yoqqa qarashdi. Sutuq Bug'roxon, Xonish Oydin o'rdi katta boshlari bilan otliq kelishmoqda edi. Xalq ho'ga suram bilan tantana qilishdi. Ular vaqtliq yasalgan usti yepiq taxt pariga chiqishdi. Taxt pari ustidagi mehmonlar, ilik xollar, boshqa amaldorlar va chat al-alchilar bilan omallashdi. Keyin Bug'roxon hurmat bildirgan xalqqa qo'l ko'tarib javob qaytardi va mehmonlar bilan o'ltirgandan keyin o'yinlar davomlashaverdi. Oldi bilan ot ustidagi har xil cherik mashqlari ko'rsatildi. Qo'yoq kiygan qilichliq yigitlar ko'rikdan o'tdi. Ondan o'yinlarni ko'rsatishga boshladi. Ikki taraf bo'lib, ot usti qilichvozlik, nayzivozlik, yog'och beshidagi yog'iyning beshini qilich bilan ilib tashlash o'yinlari ko'rsatildi. Oxirida qiz cheriklarining ot choptirib kelib, otlarni yotqizib, yordorlarni ot oldiga ilib qochgan chevar mashqlari ko'rsatildi. Yuqori mahorat bilan o'ynalgan ot o'yinlari tomoshachilarni hayron qoldirdi. Bo'libmi qizlarning otga chaqqonligi, otlarning qizlarning so'zini anglaydiganligi hammani qoyil qildi. Ko'tirib pirqirtib etish, yonposhga ilib etish, o'ngda yetib beshidan halqitib etish va boshqa chelish hunarlari qizib ketdi. Chidamaslik qilish, qizirishishlar bo'lmadi. Qadimdan tortib Uyg'ur chelishida chirmoq selish, putiga esil velish, bo'ynini siqivilishga o'xshash harakatlar man'iy qilinadi. Bunda qilish mardonlik emas, chidamaslik deb ayblanadi. Bugunmi Uyg'urcha chelishning bu aloyidligiga e'tibor qilindi. Utib chiqqan polvonlarni 2 kishi taxt pari oldiga akilib, Bug'roxonga ta'zim qildiradi. Tövandagi xodimlar ularning bo'yniga qizil tovar raqtlarni esiltirib qo'yadi. O'g'loq o'yini boshlandi. Odamlar so'rinni buzib, yiroq chekinishdi. O'g'loqchilar otliq ishkirat bo'lib tayyorlandi. Bir kishi etining oldiga olgan o'lik qizil to'poqni ilib kelib, otliqlar oldiga tashladi. U bir oz chekinib, qo'lini ko'tirgan edi, o'g'loqchilar yerdagi to'poqqa etilishdi. Ular otdan egilib, to'poqni talishib, xeyli uzoq vaqtgacha ololmadi. Keyin qora oyg'ir mingan bastik bir yigit to'poqni yo'lib ilib oldiga oldi va to'pni yerib ilib qochdi. O'g'loq qizib ketdi. Ular birdam qo'g'lashadi. Birdam to'p bo'lib bir-biridan to'poqni talishadi. Biri tortib ilib qolsa, boshqalari qo'g'laydi. Oxir o'g'loqchilar yana maydonga ot chepishib kirdi. Ularning oldida heliqi qora oyg'irlik yigit egar oldida to'poqni ching tutib, orqasiga qarab qo'yib keladi.
U taxtiparining oldiga kelib to'xtadi va to'poqni beshidan aylantirib Bug'raxonga tashladi. Uning o'z o'rnida tipirlab turgan eti oldi oyoqlarini egiz ko'tarib kishnedi. Sutuq Bug'raxon uningga barikalla aytdi. Xodimlar yigitning ham Oyg'irning bo'yniga qizil tovar osdi. Daryoga yaqin joyda Nag'ri Sunay ovozi anglandi. Kishilar shu yoqqa qarab mengishdi. Sutuq Bug'raxon Xonish Oydin boshliq borliq o'rda xodimlari va mehmonlar Boris Begning boshlashi bilan shu yerga yasalgan taxt pariga chiqishdi. Daryo bo'yida egiz tikilgan dor ko'rinib turadi. Kandir arg'amchilardan tortilgan dor qator qiqilgan odam yo'tsidek ikki qo'ziqdan boshlanib ko'tariladi. O'ng'ulash egizlikda almashtirib bog'langan ikki cho'ng bodirning chamigidan o'tib, sagi terak bo'yi egizlikdagi ikki qizil tog' lapildab turgan taxtravonga boradi. Dor tegida yeşil kiyimdagi ikki bola nog'ra ham sunay chaladi. Kishilar to'pi ichidan beshiga ko'k salla o'rg'an, ustiga ko'k shim pashmat, putiga popuch kiygan 30 yoshdagi darvoz usta chopson mengib dor ostiga keldi. Uning kaynidan tugal qizil kiyingan, pashmat ustidan qizil balbog' bog'lagan, beshiga cho'chilik qizil salla o'rg'an, qizil popuch kiygan 18 yoshlardagi bir chiroyli bola sakrab, yugurib kirib keldi. U dor tegida qotiriga 5-6 mulloq etib to'xtab, ustiga qaradi. Kishilar orasidan Darvoz, bola darvoz degan ovozlar chiqdi. U usti darvoz bilan billa avval taxt pari tarafga, keyin ko'pchilikka egilib ta'zim qildi. Ondan usta qo'l sharti bilan Nag'ri Sunayni to'xtatdi va dorni bo'ylab mengib ko'pchilikka bir nimalarni dedi. Darvoz qizil popchini silib, dor beshida tik turdi va ikki odam akilib bergan o'ttirdan ulangan uzun bodirni qo'liga elib, beshini yo'qir ko'tirib, uzun egiz dorga qarab tayyor turdi. Usta yana bir nimalarni deb dor tegiga kelib to'xtadi va Nag'irchiga qarab ishorat qildi. Nag'ri Sunayning jarongliq ovozi ostida darvoz bola dorga chiqdi va tangshak bodirni ikki qo'li bilan maydisida ching tutib, chabdas mengib ketdi. Bola dor ustida iyg'onglamay tik mang'atdi. Uning turilgan qo'shimlari ostidagi o'tkir ko'zlari dor arg'amchisini bo'ylab yuqori tikilgan. Ammo u kulimsirab, xuddi yer ustidagi egizrak bir do'ngga chiqib ketib borgandek xotirjam mang'atdi. Uning qizil kiyimlik, qizil yuz uzbasti kishilarning omroqligini keltiradi. Go'yo falak parisi bilan to'y qilg'ili osmonga chiqib ketib borgan bu chiroyli yigit shu topda qanchilgan qiz cho'konlarning yuraklarini titratgandi ha. Go'yo falak parisi bilan to'y qilg'ili osmonga chiqib ketib borgan bu chiroyli yigit shu topda qanchilgan qiz cho'konlarning yuraklarini titratgandi ha. Darvoz bola bodirlar chamigidan o'tib, texmi tik tortilgan dor ustiga ko'tarilishga boshladi. Keyin u dor ustida birdam putlarni mingashtirib o'ltirib, birdam putlarni ikki yoqqa tashlab o'yin ko'rsatdi. Darvoz usta dor ostida yurib, bolaga omonlik tilaydi va bir qo'li bilan qo'liqini tutib nahat aytadi. Taxtravonga ikki quloch qolgan yanimi tik dorga kelib, darvoz bola to'xtadi va so'l putini o'ng putining tiziga qo'yib, bir puti bilan
xeyli uzoq turdi. Yuqori qarab turgan kishilar orasidan g'ulg'ula va o'q o'tish ovozlari anglandi. Ular Chapsandira chiqib ketsin! Bo'ldi tushib ketsin! Chiqib ketsin! deb tovlishatdi. Darvoz oldiga egilib, dorini salmoq bilan avaylab dasab yana o'rladi. U taxtiravonga 2 putini olganda, borliq maydon deb chingdilib turgan o'pkisini bo'shatdi. Jinim az qoldi. Endi dorini ko'rmayman. dedi to'p orasida turgan chiroyliqqina bir qiz. Ha, bultur No'ruz ma'rimida dori bog'lagandimi shundoq degan eding-ku? deb so'z qistirdi yana bir qiz. Bultur yuragimni olgan edi bu o'g'il. U bir oz zot atqandek qilib to'xtab qoldi-da, keyin Shu bolani yana bir ko'rgim kelgan edim. deb soldi. Uning cho'risidagilar kulishib uningga qarashdi. Qiz yuzini etib oldi. Darvoz taxtiravonda turib, avval Bug'raxonga va mehmonlarga, keyin tomoshachilarga ta'zim qildi. Nog'ri sunoylar to'xtadi. Darvoz putlarini sangilatib o'ltirdi. Tomoshachilarmi dam ilib qoldi. Osmonda kichikkina, chiroyli yasalgan taxtiravonning ustiga yepilgan ko'k qizil tovarlar sangilab turadi. Uning 4 tarafi ochiq bo'lib, bir yoqida dor, bir yoqida chig'iriq, 2 yoqi ochiq bo'sh edi. Taxtiravon ichiga qo'choq o'ltirg'izib, osmonga yepsiz esib qo'ygan qo'choq uyiga o'xshab ketadi. Darvoz ustining sharidi bilan Nog'ro'sunoy chedindi. Bola qo'pib, taxtiravondan sangilab turgan chig'iriqqa tushdi. U har xil chig'iriq o'yini ko'rsatdi. Undan keyin u o'zini tuvan tashlavatdi. Bir muncha kishilar voy deb qoldi. Darvoz pastga tushib ketmadi. Uning putlari chig'iriq tonilariga ilinib qolgan edi. U chaqqonlik bilan qaytadan taxtiravonga ko'tarildi-da, u yerda o'ltirib bir nimalarni qildi. Keyin o'rnidan turib, o'zini rastlab tuvan sakradi. Tomoshachilar orasidan cho'qon ko'tarilib ketdi. Ayollarning ovozlari aloyida anglanib turadi. Kishilar borliq diqqati bilan qarab turganda, yerga tushib ketib borgan darvoz puti bilan esilib, beshi tuvan sangilab qoldi. Putkul maydon qattiq tortilgan yo bo'shig'andek o'z joyiga tushdi. Tomoshachilar ichida varang-churang ko'tarildi. Bug'roxonmi qattiq tikilib turgan ko'zini bo'shashtirib, bo'ynini qo'yib berdi va yog'liqi bilan peshonasini surtdi. Xonish oydin cho'chib irg'ib qopdi. Keyin deb o'rnida o'ltirdi. Sahnadagi amaldorlar va mehmonlardimi bir paslik ansizlik yuz berdi. Darvoz taxtiravonga chiqib, ko'pchilikka ta'zim qildi. Keyin u tuvandagi 4 to'rikning biriga bog'lab sangilatib qo'yilgan arg'amchini tutib, siyrilib yerga tushdi. Darvoz ustam, darvoz bolani va Nog'ro'sunoychi bolalarni boshlab Bug'roxonning oldiga berib ta'zim qilishdi. Xonning xizmatchilari ko'k yopiqliq bir to'riq otni akilib, darvoz bolaga tortiq qildi. Ustiga to'n kiygizdi. 2 sochchining bo'yniga qizil tovar osdi. Endi baygini kutish kerak edi. Taxt paridikilar dam ilishdi. Tomoshachilar orlab tomosha qilishdi. Maydonning yuqorisida egiz o'sgan teraklik va so'gatlik orasida qiz yigitlarining va bolalarning har xil o'yinlari bo'lib o'tadi. Qizlar jup-jup bo'lishib, chimchochoq tepishmoqda. Ular bir-biri bilan baslashib qo'shiq aytishidi. Chimchochoq chimadurman, o'z tangni chapadurman, katqa qulupni sap qo'yib, dodikamni och qo'yadurman.
Çim çaçaq çimağdırman, östangni çapağdırman, katqı qulupni sap qoyup, dadikamni aç qoyağdırman. Ikki yoqda bir qiz, bir yigit ularni orqalaridan kuchab ishtirmaydi. Qizlar tarlab pishib, qarshi tarafning org'amchisini jinining berichi tepmoqda. Chimchochoqlar to'xtab, qizlar olmishib turmoqda. Yana bir tarafda qopoq terakning egiz shexig'i esilgan elanguch o'yini bo'lmoqda edi. Uzun qora chochliq, siyoqi baland bir qiz to'xtagan elanguchdagi qizning tushishiga yordamlashib, uning o'rniga o'zi chiqdi. U ikki qo'li bilan ikki org'amchini ching tutib, belini ozroq egib, putlari bilan org'amchining halqasini kuch bilan tepmoqda. Orqasida bir yigit uni ishtirmoqda. Qiz osta-osta o'rladi. U o'rlagancha xush bo'lib qaqoqlab kuladi. Uzun o'rilgan chochlari oldiga ko'tarilganda belidan ayrilib shamolda yalpildaydi. Kayniga ko'tarilganda uni yiqilmasin deb oyig'andek belidan quchoqlaydi. Qiz egiz ko'tarilib ushmoqda. Uning elanguchi terak shixi bilan tanglashdi. Uning dumni eshib ko'tarildi. Qiz elanguchni qattiq tepib, ko'ngligi ichiga shamol to'ldirib, qaqoqlab kulgunicha bir tushib, bir ko'tarilib o'qdak ushmoqda. Kishilar uningdan ansirdi bo'lg'ay varqirashga boshladi. Voy, bo'ldi, to'xtang! Bo'ldi, to'xta! To'xtang o'tman! Ajab yaxshi ushdi bu qiz. Bir hodisa bo'lmag'aydi. deyishdi. Boyatin qizni orqasidan ishtirib otgan yigit timtos bo'lib qoldi. U yonda turib, elanguchning uchishiga agishib, beshini u yoqqa, bu yoqqa to'lg'aydi. Uning chiroylari totirib, peshonasida ter tomchisi ko'rildi. U musha kamgacha bu odishidan bundoq ansirmagan edi. Qiz tuvallaganda yigitning turqig'i qarab cho'chidi. Yana ikki qitim uchqandan keyin kaynicha osmonga ko'tarilganda qo'quy deb to'ldi. Uning ovozi butun maydonda yangradi. Yigitning yuragi joyiga tushdi. Kishilarmu deyishdi. Qiz elanguchni tepmay o'z mayliga qo'yibdi. U ikki tal og'amchini giralab, kulimsirab tik turadi. Elanguch bora-bora ostalab to'xtadi. Yigit yordamlashib uni elanguchdan tushirdi. Qiz hamon kuladi. Ondan boshqa birisi elanguchga o'ltirdi. Bir yoqda sag'odiy o'yini bo'lmoqda edi. Bir necha kishi kuchab chig'riqni aylantirmoqda. Yerga takkizmay esilgan choqbilakning chatlarga chingitib esib qo'yilgan ochiq sandiqlarda qiz yigitlar sandiqning chetini ching tutib o'ltirishdi. Avval choqbilak ostroq aylanganda o'ltirganlar parvosiz kulib o'ltirishdi. Choqbilakning aylanishi chapsallashganda bir to'van tushib, bir yuqori ko'tarilayotgan sandiqdagi odamlar varqirashqila turdi. Ba'zilari kulib varqirasa, go'ylari "Voy, bo'ldi, to'xtat!" deb to'lishadi. Go'ylari bo'lsa, yuqordan "Ho" deb qusatdi. Oxiri sag'odi to'xtadi. Hammasining degidek chiroylari sop-seriq bo'lib ketgan. Ba'zilarini bo'lsa, do'stlari qo'ltiqlab chatga elib ketadi. Ashundoq bo'lishiga qaramay, odamlar o'ltirgan sag'odi yana aylanadi. Yana qiyg'os so'ran, yana kulka. Nog'ri-so'noy ovozi ko'tarildi. Kishilar Tuman daryosining u yoqidagi yo'lga qarashdi. Keldi, ani keldi! degan ovozlar anglandi.
Taxtpari ustida Bug'roxon va mehmonlarmi baygini kutib, ko'z uzmay qarab turadi. Oxiri baygi ko'rindi va qatorlashib maydonga kirishga boshladi. Jadi qoshqa otga mingan 15 yoshlardagi bir bola oldida keldi. Undan keyin boshqalar. Üstün otishning beshidan qo'yib berilgan, to'xtamay chopgan baygilar chiliq-chiliq targa cho'mgan edi. Birinchi baygiga bola ham otining bo'yniga uzun tovar ortildi. Boshqa bolalarning beliga ko'k durdun balvoq bog'landi. Taxtparidagilar to'van tushib mengib ketgandan keyin tomoshachilarmi shaharga va atrof yezilarga taraldi. Voy bo'ldi, to'xtang! Bo'ldi, to'xta! To'xtang deyapman. Ajab yaxshi ushdi bu qiz. Bir hodisa bo'lmag'aydi. Belli. Do'st degan mana mo'shundoq bo'lsa, jinini bersangmi arziydi-da. Bug'roxonga salom aytdim. Biz birlashishni xohlaymiz. Agar unisa, Namanganga bir vakil avassin. Shu joyda bir kelishim tuzsak.